Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Navbatdagi video darsimizda 16-mart kuni birinchi smenada tushgan 42-savol tahlilini ko'ramiz. Ikki tomonlama qo'shib ressenga savol. Bu savol o'zi 26-yanvar yoki 25-yanvar kuni qo'shib ressenga savol tushgan edi. Adashmasam 26-yanvar kuni tushgan edi. Va qayta savol yana takrorlanmoqda. Bu savol yana 16-mart ikkinchi smenada ham tushdi. Qo'shib ressenga doir savollar. Shuning uchun bu savolni yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Xo'p, savolni o'zini o'qiydigan bo'lsam, makajin qo'l o'simlikda A geni etor, B geni esa mevasida qora rangni paydo qiladi. D geni esa glyukoza barqaror uzun bo'lishga javobgar. Bu belgilar bitta avtosomada chala birikkanlarda hisoblanadi. Albatta, bitta xromosomada joylashgan genlar, bular gomolog xromosoma hisoblanadi. Bular bir-biridan birikkan holda hisoblanadi, ya'ni kressingor bo'ladi, chalkash bo'ladi albatta. To'la birikishi ham mumkin. To'la birikish bilan chala birikishni bir-biridan farqlab olishimiz kerak. Xo'p, A va B geni orasidagi haqiqiy masofa 26 marganida, A va D geni orasidagi haqiqiy masofa 42 marganidaga teng. Amaliy qo'shib ressenga 6% bo'lsa deyilyapti. Trigotizigot o'simliklar o'zaro chachilganda dominant geni faqat spermiyadan olingan. Jami gameta olingan. Demak, bu narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Dominant genlar faqat spermiyadan olingan desalar, bunda kressingor gametalari o'zimiz oladigan gametaga o'xshaydi. Agarda dominant genlar ham spermiyadan ham urug'chidan olgan bo'lsa, spermiya albatta bu changchi hisoblanadi. Changchi va urug'chidan olgan bo'lsa, bu paytda kressingor gametalari boshqacha bo'ladi. Albatta, o'sha 4-may kuni tushadigan sertifikat imtihonida bu narsaga ahamiyat berishimiz kerak, chunki savolda shunday kelishi mumkin, ehtimollik bor, tushish ehtimolligi. Shuning uchun shunga ahamiyat berishimiz kerak. Xo'p, demak, yozib olamiz. Belgilar ularni boshqaruvchi genlar, o'tmona genotipni yozib olamiz. Demak, 42-savol. Demak, birinchi belgi bizada makajin qo'l o'simligida mevasi meva eti. Demak, meva etli bo'lsa katta A, demak, etsiz bo'lsa kichkina A bo'ladi. Ikkinchi belgi esa bizada meva rangi. Demak, meva rangi qora bo'lsa agar, demak, katta B bo'ladi. Kichkina B bo'lsa, menimcha, demak, bizda noma'lum. Xo'p, demak, kichkina B bo'lsa oq deb olamiz. Kichkina B. Xo'p, uchinchi belgi esa bu xo'p, glyukoza barqlari haqida gap ketyapti. Demak, glyukozacha barg haqida gap ketilyapti. Glyukozacha deymiz, qisqartirib yozamiz, bunda sig'maydi. Xo'p, bu uzun bo'lishi katta D, demak, qisqa bo'lishi, ya'ni kalta yoki desak ham bo'ladi. Qisqa bo'lishi kichkina D genlarga bog'liq. Endi bizda aytilyapti, A va B geni orasidagi haqiqiy masofa deyilyapti. Demak, genetik xaritasini chizib olamiz. A bilan B, B bilan D genlar ketma-ketlikda joylashgan desak, A bilan B geni o'rtasidagi haqiqiy masofa demak bizda 26 margan edi. Xo'p, B bilan D geni o'rtasidagi haqiqiy masofa demak bilmaymiz, topishimiz kerak. Keyin A bilan D geni o'rtasidagi haqiqiy masofa beryapti. Bizda 42 margan edi. Xo'p, 42 dan 26 ni ayiramiz. Natijada bizda xo'p 16 chiqadi. Demak, 16 margan edi ekan. Xo'p, ana endi haqiqiy masofa deyilyapti. Amaliy qo'yish kressingor 6% bo'lsa, demak, amaliy qo'yish kressingor 6% yoki 6 margan edi desak ham bo'ladi. Xo'p, bunda bu savol ham muammoli savollardan bittasi. Nimaga deganda, chunki hozir bu yerda nazariy qo'yish, amaliy qo'yish kressingor nazariy qo'yish kressingordan katta bo'lib ketadi. Natijada yig'inda bir chiqish kerak edi-ku bizga. Ana shu yig'inda birni bermaydi, u 1.30 1.50 bo'lib ketadi. Bunday holat bo'lishi ham mumkin. Xromosomadagi genlar qanchalik bir-biridan
uzoq joylashsa agar bir-biriga kamroq ta'sir ko'rsatadi. Natijada demak interferensiya odsasi kuzatilmaydi. Interferensiya odsasi qachon kuzatiladi? Demak, genlar bir-biriga ta'sir ko'rsatganda sodir bo'ladi. Shuning uchun amaliy kuyish klassikaga, nazariy kuyish klassikaga katta bo'lishi mumkin. Yig'inda birga teng degan foyda yo'q hech qayerda. Shuning uchun bu savolda amaliy nazariydan katta bo'lib kelgan. Demak, shuni ishlashimiz kerak. Endi masofasini topib olamiz. Demak, A va B masofasini topishimiz uchun haqiqiy masofasidan Krassengar foizini ayirishimiz kerak. Masofasiga chiqadi natijada. Demak, 20% ekan. Bu masofasi yoki 20 bo'lgan edi. Xo'p. Demak, masofasi 20 ekan. Ana endi demak B bilan D nuqtasidagi masofani topamiz. 16 dan 6 ni ayiramiz. Demak, 10% bo'ladi. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, demak, aytganimdek, amaliy nazariydan katta bo'lib ketadi. Bunday holatdan bo'lishi mumkin. Bizga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladigan joyi bu genlarni qayerdan olganmi? Ya'ni faqat spermiyadan olganmi yoki ham spermiya ham urug'chidan olganmi? Shu narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Bunday holat uchrab turadi, albatta. Ana endi ota-onani yozib olamiz. Trigonometrik organizm deyilyapti. Demak, kichkinaroq yozaman, bo'lmasa sig'maydi. Trigonometrik organizm demak o'zaro chatishtirilgan. Xo'p, mana endi bundan gamet olamiz. Gamet olib pinetni chizamiz. Xo'p, bundan 8 ta, bundan 8 ta gamet chiqadi. Krassengar, bundan Krassengar 3 degan gametlar. Yozib olamiz. Bu Krassengarning gametlari. A bilan B nuqtasidagi demak yakka Krassengarni yozamiz endi. Bu A bilan B nuqtasiga cross. Endi B bilan D nuqtasiga cross chizamiz. Xo'p, mana endi qo'yish Krassengarni chizib olamiz bu yerda. Xo'p, qo'yish Krassengarni bu albatta o'rtadagi gen almashinadi. Demak, mana bu qo'yish Krassengarni foizi. Xo'p, bu ham 8 ta gamet hisoblanadi. Xo'p, yozib olamiz. 8 ta yozib oldik, ana endi genlarni yozamiz. Kichkinaroq yozyapman. Sababi bizga sig'maydi bo'lmasa do'stlarimiz kichik. Xo'p, umid qilamanki tushunib olasiz. Xo'p, yozib oldik. Ana endi chizamiz pinetni.
masofasiga chiqadi. Xo'p, B bilan D o'rtasidagi haqiqiy masofadan amaliy Krasingor foizini ayirsak, masofasiga chiqadi. Xo'p, mana shunday chizib olamiz. Pineti chizishimda ahamiyat berasizlar. Demak, mana shunday qilib pineti chizishimiz kerak ichkarida. Bo'lmasa xato qilib qo'yishimiz mumkin. Xo'p, demak, bu yo'lni ham chizib olamiz. Bu demak, ovchidan chiqqan gameta, bu sferoiddan chiqqan gametalar. Aslında eğri ketken bo'lishi mumkin. Xo'p, demak, mana shunday pineti chizib olishimiz kerak. Ana endi mana bu. Demak, no Krasingor gametalar. Mana bu A bilan B o'rtasidagi yakka Krasingor, mana bu B bilan D o'rtasidagi Krasingor, mana bu A bilan B bilan D o'rtasidagi qo'sh Krasingor. Ana endi bizda qo'sh Krasingor, amaliy qo'sh Krasingor 6% ga teng. Yozib olamiz. A deganida demak 3% bo'ladi, bu ham 3% bo'ladi. Ana endi B bilan D o'rtasidagi masofa 10% ga teng. Demak, bu 10% bo'lsa 2 ga taqsimlab olsak, demak 5% dan bo'ladi. Xo'p, bu A bilan D o'rtasidagi masofa 20% bo'lsa, agar 10% dan bo'ladi. Xo'p, no crosslar bizda no Krasingor foizini topamiz. 20 ga qo'shamiz 10 ni, 30 ga qo'shamiz 6 ni. Xo'p, demak 30 ga 6 ni qo'ysak 36 bo'ladi. 36 dan 100 ni ayirsak 64 bo'ladi. Demak 64 ni 2 ga bo'lsak 32% dan bo'ladi. Demak, xuddi shunday bergan taqsimlab chiqamiz. Demak, bu 32%, bu ham 32%. Xo'p, bu 10%dan. Xo'p, bu demak 5%dan bizada. Bu 3%dan. Demak, yozib oldik. Ana endi xo'p, so'ragan narsasini topamiz. Ana endi pinetdan qo'llanadi. Demak, asta nima so'ragan? Mevasi etor deyilyapti. Mevasi etor bo'lsa, demak katta A bo'ladi. Xo'p, oq deyilyapti, kichkina B. Glukozachasi uzun deyilyapti, demak katta D bo'ladi.
Ehtimollik bo'yicha o'zimizga to'p olamiz. Bu yerda nechta bo'lishi mumkin? 3 ta demak 9 ta bor bunda. 7. Ana endi 9 dan to'p olamiz. 9 dan to'p foizlarni aniqlaymiz. Hop, bizda faqat A bilan D deng katta bo'lishi kerak. Mana bu yerda B ham katta. Demak bu qatorda yo'q. Ana endi mana bu qatorda bo'lishi mumkin. B bilan D katta. Demak mana bu bor. Demak A katta. Demak bu yo'lda yo'q. Bu yo'lda yo'q. Bu yo'lda ham yo'q. Demak bitta bor bu yo'lda. B bilan D katta. Ana endi bu qatordan qidirib ko'ramiz. Mana bu yerda bor bitta. B bilan D katta. Xo'p, mana bu yo'lda bor. B bilan D katta. Demak bu yo'lda yo'q. Mana bu yo'lda bor. B bilan D katta. Bu yo'lda ham yo'q. Bu yo'lda mana bu yerda bor. B bilan D katta. Demak bu yo'lda 4 ta bor. Demak bu asi. Xo'p, mana endi bizda 9 ta bo'lishi kerak netda. A katta, mana bu mana buni arasidan topamiz. Bu qatorda ham yo'q. Xo'p, bu qatorda bo'lishi mumkin. Bizda A bilan D katta bo'lishi kerak. Bizda A bilan D katta bo'lishi kerak. B dan to'p chiqamiz. Demak buni o'chiramiz. Chunki bizda A bilan D katta bo'lishi kerak. D katta bo'lishi kerak emas. Demak bu qatorda yo'q. Demak mana bu qatorda bo'lishi mumkin. A bilan D katta. Demak bu yerda B katta. Hop, bu yo'lda yo'q, bu yo'lda yo'q. Mana bu yo'lda bor. Demak bitta yana. Mana bu yerda A bilan D katta. Demak bu yo'lda yo'q. Boshqa. Hop, demak mana bu yo'ldan B kattani olibman. Xato qilamiz. Hop, A bilan D katta bo'lishi kerak bizda. Demak A bilan D katta mana ekan. Bitta. Hop, A katta mana bu yerda A B katta bor bu yerda, buni olmaymiz. Mana bu yerda bo'lishi mumkin. A bilan D katta. Demak mana bu. Yana A bilan D katta. Hop, A bilan D katta bu yo'lda bor. Bunisi emas. A bilan D katta. Demak mana bu yerda bor yana. Demak bu yo'lda yo'q, bu yo'lda olamiz. A bilan D katta, bu yo'lda olmaymiz. Demak bunisini olamiz. Demak buni ham olamiz. A bilan D katta. Demak bu yerda ham yo'q. Bu yerda B katta. Ana endi sanaymiz 9 ta bo'ldi. 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6, 7, 8, 9 ta. Demak 9 ta bo'ldi. Demak finit ichidan 4 topdik. Albatta buni 4 topish ham juda muhim ahamiyatga ega, chunki bitta avlod tashlab ketsak, masalan 9 ta chiqish kerak bo'lsa 8 olib ketsak yoki Kressinger foizlarni xato hisoblasak, albatta u uchun ballimiz ayirib tashlanadi. Maksimal 35 ball yoki 30 ball ololmaymiz. Shuning uchun bu narsaga ahamiyat berishimiz kerak. Demak bizda 9 ta bo'ldi. Xo'p, ana endi Kressinger foizlarni ko'rib chiqamiz. Demak 32 ga demak 3 kira 2 6 996. Demak 0,96% ekan. Hop, buni ko'radigan bo'lsak 50 0,5%. Buni ko'radigan bo'lsak 30 0,3%. Hop. Demak, endi buni ko'radigan bo'lsak 50 0,5%. Buni ko'radigan bo'lsak 15 0,15%. Xo'p, buni ko'radigan bo'lsak 3,96 0,96%. Xo'p, buni 30 0,3%. Buni ko'radigan bo'lsak 15 0,15%. Buni ko'radigan bo'lsak xo'p 9 0,09% bo'ladi. Xo'p, mana to'g'ri yozib chiqdik. Ana endi bularni qo'shib chiqamiz hammasini. Agar hisob kitobga xato qilmagan bo'lsam chiqishi kerak. 0,96 0,5 0,3
Hop 0,5 plus 0,15 plus demek 0,96 plus 0,3 plus 0,15 plus 0,19. Demek cami foizini qo'shamiz. Demek 3,91% chiqar ekan. 3,91%. Ana endi hop bizda hop 64 tengaga chiqdi. Demak bizda sonni bergan 20 mingta avlod degan. Demak ana endi 20 mingta ana endi 100%imiz 20 ming bo'ladi. Hop 3,91%imiz qancha deb topishimiz kerak? Bu 782 chiqishi kerak. 782 ta. Hop, ana endi shunday besini topib chiqamiz. Besida mevasi etsiz. Mevasi etsiz desa agar kichkina A bo'ladi. Oq yopti mevasi kichkina B bo'ladi va glukoz tashasi uzun yopti. Demak katta D. Demak bundan pinetda 3 ta bor. Demak buni topib chiqamiz. Hop, faqat D katta bo'lishi kerak. Faqat D katta, A bilan B katta bunda yo'q. Mana bu paytda bo'lishi mumkin. Hop, mana bu ekan faqat D katta. B'si bitti. Demak bunda yo'q. A katta, B katta, A bilan B mana bu yerda bo'lishi mumkin. Mana bu yerda yana bitta bor ekan. D katta. Hop, keyin mana bu yerda bor ekan. D katta. Buni pinetsiz ehtimolli bo'yicha topa olmaymiz. Xato qilib qo'yamiz, chunki Krasnodar gametlarning foizi ikkala tomonda har xil. Uni yig'indisi albatta farq qiladi. Shuning uchun buni bunday qilib topa olmaymiz. Ya'ni ehtimolli bo'yicha topa olmaymiz. Buni pinet ichidan qilib topishimiz kerak. Xo'p, boshqa populyatsiya genetikasiga doir savollar yoki boshqa pintrantlikka doir savollar bemalol ehtimolli bo'yicha topsak bo'ladi. Xato qilmaymiz unda. Lekin bundan xato qilib qo'yamiz. Shuning uchun pinet ichidan topishimiz kerak. Ya'ni endi Krasnodar foizini o'z chiqamiz. Hop, 25 16. Demak, burası 60 bo'lsa agar demak bu 1,6% bo'ladi. Adashmasam shunday chiqishi kerak. 15, 16, 160 bo'lsa agar taqsim 100. Hop, demak 1,6% bo'lishi kerak. Hop, mana buni topamiz. Bu ham xuddi shunday 1,6% bo'lishi kerak. Hop, mana buni topamiz endi 25 25% bo'lishi kerak. Hop, ana endi buni qo'shib chiqamiz. Hop, 1,6% plus 1,6% plus 0,25% barobar 3,2 3,75 chiqadi foiz. 3,45 chiqadi. 3,45% chiqadi. Ana endi 100%imiz demak 20 ming davlat bergan edi. 3,45%imiz qancha deb ko'rishimiz kerak. Bunda bizda 690 ta chiqadi. Xo'p, C'sida nima so'ragan? Topamiz. C'sida bizda mevasi ettor. Demak, mevasi ettor katta A bo'ladi. Oq yopti. Demak, kichkina B bo'ladi va glukoz qisqa kichkina D. Bundan ham pinetda 3 ta bo'lishi kerak. Shu 3 tani topa olamiz. Demak, faqat A katta dominant bo'lishi kerak bizda. Bu A ham B ham dominant. Mana buni qisqa bo'lishi mumkin. Mana bu yerda A dominant. Mana C'sida A dominant. Demak, boshqa yo'q. B dominant. Mana buni bo'lishi mumkin. Mana bu yerda bor mana A dominant. Bu yoqda bor mana A dominant. Mana shu 3 ta bo'ladi. Bu yoqda D dominant, bu yoqda D dominant, bu yoqda B dominant. Boshqa yo'q. Xo'p, ana endi Krasnodar foizini yozib chiqamiz. Bu 320 bo'ladi, 3,2% bo'ladi. Xo'p, bu
320, bu ham 3.2% bo'ladi. Hop, mana bu 101% bo'ladi. Ana endi qo'shib chiqamiz. Keyin organizmni sonini topib olamiz. Demak, 3.2 ga qo'shamiz 3.2 ni, qo'shamiz 1 ni. Demak, bu 7.4 bo'ladi. Foiz. Hop, ana endi 100%imiz bizada 20 ming. 7.4%imiz qancha deb qarasak, organizmlar sonini topsak 1480 ta bo'lar ekan. Hop, ana endi desini topib olamiz. Nokrasga ko'ra organizmlar sonini aniqlang deyapti. Mana bu yerda mana nokroslardan chiqqan gametlar bu nokrasga ko'ra organizmlarni beradi. Demak 4 ta. Nokrasga ko'ra gametlar. Hop, buni ko'paytiramiz. Bu 64%, bu ham 64%. Demak 0.64 ni ko'paytiramiz 0.64 ga barobar bo'ladi. Hop, 0.4096 bo'ladi. To'g'ri 0.4096 ni 20 mingga ko'paytirsak bo'ladi. Soni kelib chiqadi 8192 ta bo'ladi. Demak, bu desini javobi. Hop, mana bu 16-mart birinchi seminarda tushgan ikki tomonlama qo'shma savolli yechimi edi. Umid qilaman tushuntirib oldim. Keyingi milliy sertifikat imtihonida 4-may kuni bo'ladigan sertifikat imtihonlarida e'tiborga oling. Dominant genlar faqat spermiyadan olmasdan, ham spermiyadan ham urug'chidan olishi mumkin. Ya'ni dominant genlarni ikki tarafdan olsa, natijada qo'shma gametlar bo'lib bo'lmaydi. Qo'shma gametlar bo'lib bo'lmagan hisobga biz xato qilib qo'yamiz yana. Bu savol tushishi mumkin 4-may kuni. Shuning uchun bu narsaga ahamiyat berishimiz kerak, yaxshilab. Xo'p, men o'zim onlayn dars tashkil qildim. 4-may bo'ladigan milliy sertifikat imtihoni uchun qabul 24-maygacha. Tezroq agar qatnashmoqchi bo'lsangiz ulgurib qoling. Sizlarga murakkab masalalarni oson yechim qilish usullarini o'rgataman va o'sha birinchi albatta nazariyasi tushuntiriladi. Masala ishlash uchun ko'nikmalar hosil qilinadi. Keyin shu nazariya asosida ko'proq masala ishlanadi. Murakkab masalalarni oson yechim qilish usullarini o'rgataman va tezroq ishlash usullarini o'rgataman. Albatta, chunki vaqt masalasi juda muhim. Populyatsiya genetikasida, qo'sh kressingida, pintrandikadagi savollarda albatta uni hisob-kitob tezroq amalga oshirishimiz kerak. Bunda bizning matematikamiz ham berib qo'yadi. Shuning uchun sizlarga mana shuni osonroq, tezroq ishlash yo'llarini, usullarini o'rgataman. Albatta, onlayn darslarga qatnashmoqchi bo'lsangiz, Telegram doktor Alitsina profiliga yozing. Sizlarga onlayn dars shartlarini tashlab beraman. Agar sizga ma'qul kelsa, onlayn darslarga qatnashishingiz mumkin. Darslar 24-martdan boshlanadi, 4-maygacha davom etadi. Albatta, umid qilamanki, yetarlicha bilimlaringizni oshirib bera olaman. Xo'p, keyingi milliy sertifikat imtihonlarida barchalaringizga omad tilayman. A+ bo'lish nasib qilsin. Agarda martda kirib chiqqan imtihoningiz, yanvarda kirib chiqqan imtihoningizdan qoniqmagan bo'lsangiz, albatta sertifikat imtihonlariga qatnashing. Darslarga qatnashing. Bo'lmasa 15-aprelni kutib tursangiz agar, 15-aprelda agar natijangiz o'xshamay qolsa agar, bu paytda u yog'iga 18 kun vaqt qoladi. 18 kun vaqt ichida hech kim hech nimani o'rgata olmaydi sizga. Chunki juda qisqa muddatda katta tezlikda o'qish iloji yo'q. Shuning uchun hozirdan harakat qiling, hozirdan o'qing. Albatta 4-may kuni topshiradigan bo'lsangiz sizga katta foydasi tegadi. Xo'p, sizlar bilan Alitsina Education o'quv markazi asoschisi Quvondiq Hamroyev bo'ldi, doktor Alitsina. Agar video darslarim sizlarga yoqayotgan bo'lsa, YouTube va Telegram kanalimga a'zo bo'ling. Like bosing, kommentariyada o'z fikringizni bildiring, ko'proq do'stlarga tuting, chunki bilimimiz tarqalishiga xizmat qilsangiz, ertaga sertifikatda bo'ladigan imtihonlarda kimlargadir foydasi tegishi mumkin albatta. Xo'p, barchalaringizga omad, sertifikat imtihonlarida A+ olish nasib qilsin. Rahmat.